Pulingni qaytar degan talab aynan uy ko'chishi, narsalarni yig'ishtirish va joyni bo'shatish fonida kelgani bejiz emas. Bu juda kuchli ramz edi. Ya'ni endi afzalga faqat biznes emas, balki boshpana, oila, obro' va erkaklik mavqei bo'yicha ham zarba berilmoqda. Uydagi ayolning biz ham ko'chamiz degan ohangi ham oddiy emas. Falokat allaqachon eshikdan kirib bo'lgan edi. Endi savol bitta: afzal sinadimi yoki portlaydimi? Keyingi qismlarda birinchi katta portlash aynan afzal tomonidan bo'lishi mumkin. U shu paytgacha bosimlarni yutib kelgan bo'lsa ham, bu safar gap nafaqat pulda, balki uning erkak sifatidagi mavqeida ketmoqda. Qaynotaning hammani ko'z o'ngida uni muhtoj, kuchsiz va o'z kuchi bilan turib bera olmaydigan odamga aylantirish urinishiga u jim qaramaydi. Pulni topish uchun u juda xavfli hamkorlikka kirishishi yoki sodiq bilan to'qnashuv ochiq bosqichga o'tishi yoki o'z oilasini saqlab qolish uchun hamma ko'priklarni yoqishi mumkin. Lekin bitta narsa aniq, u endi yuvosh emas. Demak, uning navbatdagi qarori juda qattiq bo'ladi. Ikkinchi katta burilish Rustam atrofida bo'ladi. Uning ahvoli birdaniga yanada og'irlashishi mumkin va shunda hamma uning yoniga qaytishga majbur bo'ladi. Yoki undan ham dahshatliroq variant, dori va tahlillar ortidagi haqiqat ochila boshlaydi. Agar kimdir uni ataylab zaiflashtirgan bo'lsa, bu sir uzoq yashamaydi. Nodiraning qo'liga tushgan ma'lumotlar, Matlubxonning shubhasi va Zulfiya oldidagi pushaymon, bularning bari bir nuqtada tutashadi. O'shanda bu oilada yillar davomida qo'rquv bilan yurgan odamlar birin-ketin gapira boshlaydi. Uchinchi zarba Zulfiya tomonidan keladi. U bu safar qaytsa ham ko'ngli yumshagani uchun emas, hisob-kitob uchun qaytadi. Men qaytaman, lekin endi eski tartib bo'lmaydi degan chiziqqa kiradi. U uyga qaytib hammadan ko'ra sokin turadi, lekin eng katta sirlarni aynan u ochadi. Chunki eng ko'p ezilgan odam ko'pincha eng ko'p narsani eslab qoladi va u qaytgan kuni bu uydagi ko'p odamlar o'z o'rnidan qo'rqib qoladi. Nodira masalasida esa eng katta to'qnashuv hali oldinda. Uni ilk marta ichidan larzaga solgan gap odamlarning undan nafratlanishi bo'ldi. Bu ayolga dard, ko'z yoshi yoki qarg'ish emas, balki aynan obro'sining parchalanishi og'ir botdi. Shuning uchun u endi ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yo haqiqatdan ham tavba qilib, qilgan yomonliklarini to'g'rilashga urinadi, yoki o'z obrazini saqlab qolish uchun undan ham xavfliroq o'yin boshlaydi. Afsuski, ikkinchi ehtimol hamon kuchli. Chunki nazoratga o'rganib qolgan odam birdaniga mehribon bo'lib qolmaydi. U avval o'zining qulay joyini qutqarishga harakat qiladi va albatta xizmatkor, haydovchi va uy ichidagi kichik odamlar chizig'ini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Ko'pincha hikoyalar aynan shu qatlam orqali katta portlashga olib keladi. Kimdir haqoratdan charchadi, kimdir bo'ysunishdan, kimdir ishlatilib kelishdan. Bu mayda ko'ringan odamlar bir kuni haqiqatni aytib yuboradi, biror hujjatni ko'rsatadi yoki eng kerakli paytda kimnidir tashlab ketadi. Bugungi qismda ham bunday ishoralar ko'p edi. Ayniqsa ochiqchasiga hurmatsizlikka qarshi ilk qarshiliklar paydo bo'layotgani keyingi qismda kutilmagan ittifoqlarni tug'dirishi mumkin. Shu sabab bu qismni oddiy o'tish qismi deb qarash katta xato bo'ladi. Bu qismda hamma yo'nalishlar bir-biriga bog'landi. Pul mojarosi, er-xotinlar orasidagi sovuqlik, ota-qiz munosabatlari, sindirilgan erkakning fojiasi, kechikkan pushaymon, yashirilgan ma'lumotlar va nihoyat eshik tagiga kelgan tahdid. Hamma narsa bir nuqtaga qarab ketyapti va o'sha nuqtada endi hech kim niqobini ushlab tura olmaydi. Kimdir oila uchun kurashaman deb o'zini yo'qotadi, kimdir qasos deb turib eng yaqinini yo'qotadi. Kimdir esa juda kech bo'lsa-da haqiqiy ayb kimda ekanini aytishga majbur bo'ladi. Eng qo'rqinchlisi shuki, bu hikoyada hozircha hech kim g'olib emas. Pulini qaytarib olayotgan odam ham yutgani yo'q. Kechirim so'rayotgan odam ham poklanib ulgurmadi. Ketib qolgan ayol ham tinchlik topgani yo'q. Uyni saqlab qolishga urinayotgan erkak ham hali oyoqda mustahkam turibdi deb bo'lmaydi. Demak, oldinda kelayotgan qism bitta savolni hal qiladi. Bu urushda kim birinchi bo'lib haqiqatni tan oladi? Chunki aynan o'sha odam tirik qoladi. Qolganlari esa o'z qo'li bilan yoqqan olov ichida kuyadi.
Pulingni qaytar degan talab aynan uy ko'chishi, narsalarni yig'ishtirish va joyni bo'shatish fonida kelgani bejiz emas. Bu juda kuchli ramz edi. Ya'ni endi afzalga faqat biznes emas, balki boshpana, oila, obro' va erkaklik mavqei bo'yicha ham zarba berilmoqda. Uydagi ayolning biz ham ko'chamiz degan ohangi ham oddiy emas. Falokat allaqachon eshikdan kirib bo'lgan edi. Endi savol bitta: afzal sinadimi yoki portlaydimi? Keyingi qismlarda birinchi katta portlash aynan afzal tomonidan bo'lishi mumkin. U shu paytgacha bosimlarni yutib kelgan bo'lsa ham, bu safar gap nafaqat pulda, balki uning erkak sifatidagi mavqeida ketmoqda. Qaynotaning hammani ko'z o'ngida uni muhtoj, kuchsiz va o'z kuchi bilan turib bera olmaydigan odamga aylantirish urinishiga u jim qaramaydi. Pulni topish uchun u juda xavfli hamkorlikka kirishishi yoki sodiq bilan to'qnashuv, ochiq bosqichga o'tishi yoki o'z oilasini saqlab qolish uchun hamma ko'priklarni yoqishi mumkin. Lekin bitta narsa aniq, u endi yuvosh emas. Demak, uning navbatdagi qarori juda qattiq bo'ladi. Ikkinchi katta burilish Rustam atrofida bo'ladi. Uning ahvoli birdaniga yanada og'irlashishi mumkin va shunda hamma uning yoniga qaytishga majbur bo'ladi. Yoki undan ham dahshatliroq variant, dori va tahlillar ortidagi haqiqat ochila boshlaydi. Agar kimdir uni ataylab zaiflashtirgan bo'lsa, bu sir uzoq yashamaydi. Nodiraning qo'liga tushgan ma'lumotlar, Matlubxonning shubhasi va Zulfiya oldidagi pushaymon, bularning bari bir nuqtada tutashadi. O'shanda bu oilada yillar davomida qo'rquv bilan yurgan odamlar birin-ketin gapira boshlaydi. Uchinchi zarba Zulfiya tomonidan keladi. U bu safar qaytsa ham ko'ngli yumshagani uchun emas, hisob-kitob uchun qaytadi. Men qaytaman, lekin endi eski tartib bo'lmaydi degan chiziqqa kiradi. U uyga qaytib, hammadan ko'ra sokin turadi, lekin eng katta sirlarni aynan u ochadi. Chunki eng ko'p ezilgan odam ko'pincha eng ko'p narsani eslab qoladi va u qaytgan kuni bu uydagi ko'p odamlar o'z o'rnidan qo'rqib qoladi. Nodira masalasida esa eng katta to'qnashuv hali oldinda. Uni ilk marta ichidan larzaga solgan gap odamlarning undan nafratlanishi bo'ldi. Bu ayolga dard, ko'z yoshi yoki qarg'ish emas, balki aynan obro'sining parchalanishi og'ir botdi. Shuning uchun u endi ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yo haqiqatdan ham tavba qilib, qilgan yomonliklarini to'g'rilashga urinadi, yoki o'z obrazini saqlab qolish uchun undan ham xavfliroq o'yin boshlaydi. Afsuski, ikkinchi ehtimol hamon kuchli. Chunki nazoratga o'rganib qolgan odam birdaniga mehribon bo'lib qolmaydi. U avval o'zining qulay joyini qutqarishga harakat qiladi va albatta xizmatkor, haydovchi va uy ichidagi kichik odamlar chizig'ini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Ko'pincha hikoyalar aynan shu qatlam orqali katta portlashga olib keladi. Kimdir haqoratdan charchadi, kimdir bo'ysunishdan, kimdir ishlatilib kelishdan. Bu mayda ko'ringan odamlar bir kuni haqiqatni aytib yuboradi, biror hujjatni ko'rsatadi yoki eng kerakli paytda kimnidir tashlab ketadi. Bugungi qismda ham bunday ishoralar ko'p edi. Ayniqsa ochiqchasiga hurmatsizlikka qarshi ilk qarshiliklar paydo bo'layotgani keyingi qismda kutilmagan ittifoqlarni tug'dirishi mumkin. Shu sabab bu qismni oddiy o'tish qismi deb qarash katta xato bo'ladi. Bu qismda hamma yo'nalishlar bir-biriga bog'landi. Pul mojarosi, er-xotinlar orasidagi sovuqlik, ota-qiz munosabatlari, sindirilgan erkakning fojiasi, kechikkan pushaymon, yashirilgan ma'lumotlar va nihoyat eshik tagiga kelgan tahdid. Hamma narsa bir nuqtaga qarab ketyapti va o'sha nuqtada endi hech kim niqobini ushlab tura olmaydi. Kimdir oila uchun kurashaman deb o'zini yo'qotadi. Kimdir qasos deb turib eng yaqinini yo'qotadi. Kimdir esa juda kech bo'lsa-da haqiqiy ayb kimda ekanini aytishga majbur bo'ladi. Eng qo'rqinchlisi shuki, bu hikoyada hozircha hech kim g'olib emas. Pulini qaytarib olayotgan odam ham yutgani yo'q. Kechirim so'rayotgan odam ham poklanib ulgurmadi. Ketib qolgan ayol ham tinchlik topgani yo'q. Uyini saqlab qolishga urinayotgan erkak ham hali oyoqda mustahkam turibdi deb bo'lmaydi. Demak, oldinda kelayotgan qism bitta savolni hal qiladi. Bu urushda kim birinchi bo'lib haqiqatni tan oladi? Chunki aynan o'sha odam tirik qoladi. Qolganlari esa o'z qo'li bilan yoqqan olov ichida kuyadi.